Ayacım iki kız. Şu canlı yayın kılıvatımen. Bu karindaşlarımız sözden. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun vatanimizda intayin azob chekyapti. Ham turmalar to'shab ketdi qarindoshlar. Biz bu yerda yigini, ishkini kamida vatanimizda azob chekyapgan qarindoshlarimiz qutqizimiz deb shularni qon qisosiga keldik bu yerda. Hammamiz uyg'onganimiz lozim. Xitoy, biz hammani vatanimizni ozod qilamiz Xitoy. Ko'dama vatanimiz qarindoshlarimizni hammani ozodlik qilamiz. Bizning vatanimiz Sharq Turkiston. Xitoy, sening davlating Xitoy. Biz Sharq Turkiston bizning vatanimiz. Xitoy kallanı çekiver. Turmalarga Uyg'ur qarindoshlarimiz apama. Xitoy har qanday bo'lsa qurol bilan ilishimiz, qurol bilan nega biz baralaymiz biz. Allohu akbar. China go home. China go home. China go home. China go home. Freiheit für Uiguren. Freiheit für Uiguren. Freiheit für Uiguren. Freiheit für Uiguren. China terrorist. China go home. China go home. İki kız yapmışsın. Canlı yayın. Ya bugün faaliyetimizden ait yaxshi o'tib ketib bordi. Hem bek canlıq, bek yaxshi. Bugün bu namoyishga kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizning soni biz o'ylagandan jiq bo'ldi. Kelgan qadamlarga rahmat hammasiga. Alloh razı olsun. Ya bundan keyin yana davomli shunday faoliyatlar bo'lib turgani yaxshi deb o'ylayman. Bizning Nida radiosuningki boshqini Uyg'urlarga ozodlik, Uyg'urlarga mustaqillik, yo'qolsin Xitoy tajovuzchilari. Allah razı olsun. Bizning qarindoshlarımızga ikki qiz gaplari bormi aka? Yo'qmi? Bugün namoyishning qanday ta'sirotlari bor? Namoyishdan topdan bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bizning xalqimiz vatanimizga Uyg'ur xalqimiz xususan keldi. Xitoy qarshi namoyishimizni shunda ovdan bo'lyapti-da. Yaxshi. O'tib ketsa. Bizdeki namoyish tashkilotchilarimizning Abdusalom bugungi namoyish asosi Abdusalom yetakchilik qilyapti. Abdusalomdan bir qancha so'zni anglab boqaman. Hani isimiz kelgani namoyishni 100 kishida boshlagan to'q. Xabaringlar. Ondan keyin sanab qilsak 100 kishidan oshdi. Hozir bugun mana raqamda hammalar bilan birga qilyapmiz. Degandek 100 kishi keldi. Bundan endi bu millatning da'vosi bo'lgan ekan ko'pchilik birga qilsak, texmi ruhliq, texmi jon kirdi odamga. Mening his qilganim. Qolgan asosliq maqsadlarimizga yetyapmiz. 100 kishi degan 100 kishi keldi. Ondan bildirimiz deb ko'pchilikning musharik chetalik musharik yerlik veya turist bo'lib kelganlarning hammasining buningga qiziqishi va savol so'rashi degandek bu qiziqishlar nihoyat yaxshi. Yani bugungi namoyish intayin jiddiy va yaxshi ilib berilyapti. Maqsadimizga loyiq, muvaffaqiyatlik, to'g'ri. O'zimizning ya'ni shu ko'zlagan maqsadimizga yetdik hamda. Maqsad namoyishning mush ko'lamiga asosan mushuning muvofiq maqsadimizga yetdik. Alloh razı olsun. İsmail Hacım özleri bizning xalqimizga deydigan bir qancha gaplar bor bugun namoyish. Assalomu alaykum barliq musulmon qarindoshlar va Uyg'ur qarindoshlarim. Bugungi bu namoyish ajoyib jonliq elib berildi. Allohga shukr qilamiz, Allohga shukr. Yana Xitoy qanchalik zolimlashgan siri yana Uyg'urlar shunda qaysarlashyapti. Hozir bugungi kunda Xitoy bizning mamlakatimizda hattoki mening bolalarimning hammasini turmoq solab bo'ldi, urug' tuqqanlarimni. Zaten bizning jutda yana memlekette bizning Doğu Türkistan'ın nimisida Doğu tarafida zaten yoshlar qammaqliq deb anladım. Bununla asasen
Xitoy ne kadar zalimlaşsa biz şunu o kadar uşalışvatımız inşallah. İnşallah bundan keyin texmi canlıq elib berishini Allah'tan ümid qilamiz. Allah razı olsun. Bizningki Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyatining imomı Abdurahmon Qarajim bugungi namoyish gaplar bir jamoatimizga bir qancha so'zlar bor. Aleyküm selam. Meningki bugungi bu namoyish kelishimdagi maqsad vatandagi bu kadar zulm, yani tasavvur insonning aqli olmag'idek bir zulmlar bo'lyotidi. Uning uchun men deymanki bütün Gollandiyadagi bütün yaşayotgan Uyg'urlarning hammasiga va dunyodagi yaşayotgan Uyg'urlarning hammasiga shuni tavsiya qilamanki, hamma Uyg'urlar biroqlam shunda namoyishlarga chiqqandan keyin chiqqan vaqtida bizningki bu faoliyatimizninki nimasi vatandagi ta'siri vatandagi qarindoshlarimizga bo'ladi. Vatandagi musulmonlar, vatandagi Uyg'urlarningki shu iskanjadan, shu zulmdan qutulishga cho'qim foydasi bo'ladi deyman. Har qanday Uyg'ur, har qanday bir musulmon deb o'zini yoki Uyg'ur degan odam cho'qim hozirgi bu sharoitda uyida qolib qolishga qat'iy bo'lmaydi. Allah razı olsun. Ha, bu! Nimaga badab chaqiryapsiz? 2-oyning 5 namoyish qilmaylan chiqimiz deb berdi. Dunyoning qaysi yer namoyish qildi ekan, biz Uyg'urlar ba deb chaqiryapmiz hojim. Allah razı olsun. Bizning Abdushkur şu bizning xalqimiz bugun namoyish kelibsizlar. Bu qarindoshlarimiz bir qancha qilib so'zingni qilamiz. To'navamiz deb ko'zingni taqalyapsizlar. Ya to'navamizsakmi? Demayman. Bir qancha qizga. Ya zulm kuni-kunda eshiyotidu. Bu zulmga qarshi turishimiz kerak. Bizning dinimiz islom dini adolatni keltirgan din. Adolat yaxlaydigan. Shuning uchun har vaqt zulm qarshi maydonimiz aniq. Allah razı olsun. Esa Qarajim bugun biz namoyish qatnashibla qanday bir ta'sirot bor? Terrorist! China go home! China terrorist! Jamoat bir qancha qizga China terrorist! Bugünkü namoyishga mana hozir qatnashyapmiz. Namoyishimiz bir ay burun taxminan e'lon qilinib bildirilgan bo'g'azga bugungi namoyishga kelganlarning soni hali yaxshi. Yani biz Gollandiyada yashayotgan xalqimizga biz boshqalarga bildirishimiz, xalqimizga tashviqotimizni yaxshi qila olsak, tushuntirsak, namoyishga keladi degan gap. Namoyish kelish bilan yana masala bo'lmaydi. Namoyish kelish bilan birga dushmanimizga bo'lgan dushmanligimizni, bo'lgan noroziligimizni uyimizdami, boshqa ish o'rinlarimizdami har yerda biz lazım. Buni davomlashtirishimiz lazım. Abdurimjon shu bizning xalqimizga so'z namoyish qilib qanday ta'sirot bo'ldi? Ya bugun namoyishlar ta'sirlandi. Gollandiyada unda odamni chiqib zo'r kilometrga namoyish qilib o'zim bo'lgan. Shuna degan navbatda qo'shul namoyish qilganimdan inshaalloh bugun men bolamni tunji qator namoyishga kelib chiqdim. Chiqqan vaqtda o'g'lim China terrorist dedi. Bizning namoyishlarimizning eng kichik a'zosi. Asqarjon bugun bu namoyish qatnashimiz xalqimizga deydigan bir yurak so'zini anglab baqalar. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz Gollandiyaning Amsterdam shahrida bu Xitoyga qarshi keng ko'lamda bir namoyish elib bordik. Bu namoyishning Amsterdamda elib berishlik sabab Amsterdam bütün Yevropaninki merkezi. Bütün Avrupa'dan, Orta Asya'dan, Orta Şark'tan, bütün dünyanın hem yerden
keladigan sayohatchilar bu Amsterdamga keladi. Amsterdamning Dam maydoni bu tarafdan nihoyatda muhim, önemli olduğu için biz bu namoyishni Amsterdamning Dam maydonida ilib bordik. Hozir bu namoyish nihoyatda jonliq davom qilyapti. Hamda dunyoning har qaysi tarafidan kelgan sayohatchilar, Yevropaning butun har yeridan kelgan sayohatchilar, bizning vatandan kelgan vatandoshlarimiz, qarindoshlarimiz bu kofirning zulmiga qarshi bu namoyishni bugun nihoyatda jiddiy ilib beryapmiz. Yani bugungi ta'sirot intayin yaxshi bo'ldi. Bugungi namoyishning kayfiyati nihoyatda yaxshi, ta'siroti nihoyatda yaxshi bo'ldi. Xalqimizga bu yerga kelgan xalqimiz doim har vaqt, har zaman bu namoyishni bu yerda keng ko'lamda elib berishimizni xalqning o'zi ham taklif qilyapti. İnşallah daim bu namoyishni bu yerda elib boramiz. Har doim takrorlab turamiz. Diktator China. Sodiqjondan bir qancha so'zni olib qo'ydim. Faşist China. Namoyishning qanday bir ta'sirot? Qanday bo'ladi namoyishning? Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi namoyishimiz nihoyatda yaxshi dag'dug'liq ilib berilyapti. Hozirgi Xitoyningki vatanimiz Sharqiy Turkistonda millatimiz Uyg'urga qilayotgan zulmining kundan-kunga ish berayotgan bundaq kunda bundaq bir namoyishning ilib berilishi nihoyatda vaqtida hamda Xitoyningki zulmiga qarshi ko'rsatgan qarshilik bir ifodasi. Bu namoyish mishadlam bu xil usullar to'xtab qolmaydi. Har xil usullar bilan davomlashadi hamda kuchayib boradi. Allah razı olsun. Faşist China! Faşist China! Blood sucker China! Blood sucker China! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for